Leksimizi devamlaştırmaya hürmetli vatandaş. Bugün Çiğsağ 2021 yıl 8. ayının 1. günü. Yukarı leksiyanın devamı Özbekistan harbiy kısımları Tacikistan'a kirip harbiy manövrga katnaştı. Kırgızistan Bishkek şehrinin sırtı turguzulgan Rusya Kanti hava armiya bazasının aeroplanları hem bu manövrga katnaştırıldı. Özbekistan, Afganistan çigrası da harbiy manöver ötküzdü. Afganistan, Tacikistan çigrası harbiy manöver ötküzgenge okşaş. Bir çağda Rusya bilen Özbekistan 7. ayının 30. günüdün başlap 1500 nefer askeri kısım katnaşkan. Başka bir meydan harbiy manöver ötküzdü. Bu harbiy manöver okşaşlı 8. ayının 10. günü geçe devamlışıdı. Afganistan ve Özbekistan çigraları tutuşturgan Termizi manöver meydanı boldu. Termiz manöver meydanı boldu. Aynı çağda Rusya armiyası Afganistan'a besip kirdigan çağda Termiz Sovet armiyasının arqsap, yetkizip beriş, askerlerini tertipseliş ve komandallık kılış bazısı bolgan idi. Bu qatim harbiy manövrga katnaşırgan O'rta Osiyo nishoni taraflariga mas'ul bolgan. Rusya o'rta qism harbiy rayoni, harbiy transport, harbiy aeroplanları 7. ayının 31. günden başlap Termizga kelishga başladı. Rusya'nın O'rta Osiyo harbiy rayoni o'xshashla Özbekistan harbiy qismlarini tarbiyalashga başladı. O'rta Osiyo davlatları içinde Özbekistan harbiy qo'shinlarining urush qilish kuchi eng kuchli deb qaraladi. Rusya Afganistan vaziyetinden foydalanib O'rta Osiyo mavjudlik ta'sirini kengaytmoqchi bo'lyapti. Rusya harbiy taraf rahbarlari orqa-orqadan O'zbekistonni ziyorat qildi. Afganistan vaziyeti Rusya'nın O'rta Osiyo mavjudligini mustahkamlashda rol o'ynadi. Deyishga bo'ladi. Rusya hozir Qirg'izistondagi harbiy bazasini kengaytib quryapti. O'rta Osiyo davlatlarining askar tarbiyalashiga yordam bergandan boshqa Rusya Tojikistonda turishliq harbiy qismlarining qurol-yaroqlarini yengillab, kurashchan kuchini oshirmoqda. Bir turkum kechadimi urush qila oladigan Bronvik mashinalar bir necha kun burun bu harbiy qismga topshirib berildi. Atoqli bir torbitida mundaq deyildi. Rusya harbiy taraf yaqinda uqtirish chiqarib 21 nomerlik armiyaga to'xtamliq askar qabul qiladiganligini e'lon qildi. To'xtamliq askarning oylik maoshi 70 ming rubl. Tashqi privat bilan hisoblaganda $1000 barobar. Ular har yili 45 kun demelishga chiqariladi. Kelib ketish yo'l xarajatini Rusya harbiy taraf ödəgəlidir. Yana bir kichik mavzu, O'rta Osiyo davlat boshliqlari yuqori darajaliklar yig'ini Jungo O'rta Osiyo vaziyatiga diqqat qilmoqda. Tamomini anglaysiz vatandoshim.